Nima uchun Barselona bu turnirda qatnashmayapti? Real Madrid bu turnirda qatnashyapti. Klublar o'rtasidagi jahon chempionati o'yinlari qachon boshlanadi va soat nechida bo'ladi deb yozib o'tganlar ko'payib ketdi. 19-iyundan boshlab Real Madrid Al Hilalga qarshi o'yin o'tkazadi. Bu birinchi o'yini bo'ladi. Soat nechidaligi hali aniq emas, chunki Amerikada bo'ladi. Soat 3 da bo'lishi mumkin, ertalab 5 da bo'lishi mumkin yoki 1 da bo'lishi mumkin. Va yana ko'pchilik berayotgan savol, nima uchun Barselona bu turnirda qatnashmayapti? Real Madrid bu turnirda qatnashyapti. Hozir bu narsani birgalikda ko'rib chiqamiz. FIFA klublar o'rtasidagi jahon chempionati formatini o'zgartirgandan keyin Ispaniya mamlakatiga ikkita kvota bergan. Bu kvotada Real Madrid hamda Atletico Madrid bor. Atletico Madrid o'rniga Barselona bo'lishi mumkin edi, faqat Yevrokuboklarda faol qatnashganda. Bizning sevimli klubimiz Real Madrid tabiiyki 2022-2024 yil Chempionlar Ligasi g'olibligini olganligi uchun avtomatik klublar o'rtasidagi jahon chempionatida qatnashadi. Endi bitta savol keladi, nima uchun Atletico Madrid? Atletico Madrid oxirgi 4 ta mavsumda Yevrokuboklarda yaxshi qatnashganligi hisobiga otsenkasi oshgan, ya'ni ball ko'proq yig'gan Barselonaga qaraganda. Barselona bo'lsa, hop, Liga Yevropaga tushib ketgan mavsumi ham bo'lgan, guruh bosqichidan chiqa olmagan mavsum bo'lgan. Ikkiga o'tgan mavsumdagi PSJga uchralgan mag'lubiyat katta ta'sir qilgan ekan. Nima uchun deysizmi? Chunki bu mavsumdan format уже o'zgardi va Barselonaga Atleticoga qaraganda otsenka, ya'ni ball yetmadi. Shuning hisobiga Barselona o'rniga Atletico Madrid klublar o'rtasidagi jahon chempionatida qatnashadi. Jamoamiz uchun bu turnirda nima foydasi bor deb aytganlar uchun 2025-yilda bilasizlar, Real hali kubok yutgani yo'q, kubok yutish imkoniyati bor va katta finans taraflama, ya'ni kubokka olsa klublar o'rtasidagi jahon chempionatida katta pul qo'yilgan ekan, hali pulni bilmayman nech pulligini, lekin katta summadagi pul qo'yilgan ekan bu turnirga. Va albatta zararli tomonlari ham bor, o'yinchilar jarohat olishi mumkin. Chunki bilasizlar, boshqa mamlakatdagi futbolchilar bilan, ya'ni boshqa mamlakatdagi klublar bilan o'ynaydi Real Madrid. Barselonaga bo'lsa yaxshi tarafi ham bor, yomon tarafi ham bor. Yomon tarafi shundaki, finans tomonlama katta puldan quruq qolgani bo'ladi bu turnirda qatnashmayotganligi. Foyda tomoni bu turnirda qatnashmayotganligini, o'yinchilari dam oladi, ya'ni jarohat olmaydi, faqat mashg'ulotlarni o'tkazadi, bo'ldi. Agar mashg'ulotlarda jarohat olib qolmasa, umuman bu mavsumda xudo xohlasa jarohat olmasdan keyingi mavsumga yaxshi futbolchilar bilan yetib boradi. Xullas, jigarlar, klubimizga omad tilaymiz va 2025-yilgi klublar o'rtasidagi jahon chempionatida xudo xohlasa Real Madrid g'alaba qozonadi. Lekin to'xtanglar, bir ikkita tup o'ylar bor ekan, bu turnirni umuman mavqesi past keragi yo'q deb aytganlar uchun, shuni bilib ol, Manchester City, Chelsea, Atletico Madrid, PSG, Juventus, adashmasam Borussia Dortmund ham qatnashadi. Barsachilarga ham gap, sizlar klubinglar qatnashmayotgan bo'lsa ham, Lionel Messi bor, baribir Lionel Messi yaxshi ko'rasizlar, Inter Miamiga balet qilib tursanglar bo'ladi.